Assalomu alaykum aziz bekajonlar, sog'misizlar, omonmisizlar aziz obunachilarim. Bugun farzandlarim uchun ajoyib sovg'a qilgandim. Farzandlarim bu korobkani olib bering oyi, bayramimizga deganda mana olib berdim. Farzandlarim ne umidda bu korobkalarni ochyapti azizlarim. Mana ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Qay darajada qancha, necha so'm, necha pul chiqishini ko'rishingiz mumkin. Mana bolalarim bir boshidan boshladi tanlashni. Mana bitta hammasini ochib beraman. O'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Kimga qancha summa chiqdi. Mana bismillah deb boshlagandik, hech qaysidan birinchisidan pul chiqmadi. Kichkina o'g'limnikini ham ochib beraman. Mana afsuski bundan ham hech qanaqa pul chiqmadi. Katta o'g'lim o'zi ochib ketdi, mana 12 dan ham pul chiqmadi. Endi ikkinchisini ham tanlashga o'tdi. Birin-ketinlik bilan yana tanladi. Qancha darajada mana bunisidan qog'oz ham chiqmadi, pul ham chiqmadi. Ishonish kerak emas. Endi o'zlaringizga guvoh. Haqqoniy video oldim. Hech qayerni montaj ham qilmadim, hech qayerni kesmadim. Mana kimdan nech pul chiqishi, qay darajada qiziqib olish kerak yo kerak emasligini o'zingiz xulosa qilib chiqarishingiz mumkin. 1-iyunga bolalar kuniga bolalarim mana shunaqa vafli olib kelib bering oyi deganga olib kelib berdim. Birin-ketinlikda nombatlik bilan hammasi ochib chiqdi. Lekin hech qaysidan hozircha pul chiqqani yo'q azizlarim. Mana qirq qog'oz. Mana birin-ketinlik bilan ochib boshladik yana. Bitta hozircha shuncha biskvit ochdik, lekin hali hech qaysidan pul chiqmadi. Mana axir bittagina 2000 talik chiqdi. 10 ta ochganimdan bittaginasidan 2000 talik chiqdi azizlarim. Ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Mana buni shu sirlik bilan katta o'g'lim egallab oldi birdaniga. Qolganlarini ham birin-ketinlikda ochib ketaveramiz. Mana shunday qilib. Bizmi? Men katta stolda o'tiribman. Tamam. Mana hammasini ko'rishingiz mumkin birin-ketinlik bilan. Hammasini ochib chiqib ko'rsatyapman. Mana yana bittagina 2000 talik pul chiqdi azizlarim. Qarang. Mana 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 yana bitta 5000 talik chiqdi. Mana kichkina o'g'limga berdim buni. Hozircha chiqqan pullar shular. Shuncha biskvit ochdik, lekin ichidan tabi 3 tagina pul chiqdi. Ikkita 2000 talik, bitta 5000 talik pul chiqdi azizlarim. Mana hozir men tutaman. Mana birin-ketinlik bilan hammasini ochib qo'yazdik. Teng yarmidan ko'pini ochib tashladim azizlarim. Hali lekin unaqangi puldan darak yo'q. $50, $100 deydi. Kimlardir 50 ming, 100 ming deydi. Yo'q, unaqa pul hali umuman chiqmadi. Mana bitta korobkadan deyarli oxirlarda chiqib qolmasam, unaqa pul yo'q azizlarim. Mana yana bitta 2000 talik chiqdi. Oxirida nech pul chiqqanini hisoblab beraman sizga. Mana hammasidan oddiygina qog'ozcha. Unaqangi zo'r pul chiqayotgani yo'q. Ishonib yana nima qilib korobka olib menga o'xshab haymaydi. Yo'qdan ko'ra bor. Yana mana 2000 talik yana bitta chiqdi. Ko'proq 2000 talik solar ekan, shunaqa 2000 talik ko'proq chiqyapti. 5000 talik 2000 talik chiqyapti. Odamlar 100 ming, 200 minglab chiqyapti dedi, lekin bilmadim. Men olgan korobkadan yo chiqmadi yoki mana hammasini ochib tashladim. Chiqqan pul mana shu bo'ldi azizlarim. Sizga hisoblab beraman. 4 ta 2000 talik, 3 ta 5000 talik chiqdi. Jami 23 ming pul chiqdi azizlarim bitta korobkadan. Bu o'zining korobkaning yarim puli ham emas.
Mana endi buni shuncha biskvitni farzandlarim endi nechkin ermak qilsa yesa, lekin yaxshi biskvitni yesa bo'ladi-yu, ja unaqa mazali bo'lmasa ham yesa bo'ladi azizlarim. Mana shu farzandlarimni xursand qilgandim. Mana oxirgisini ham bitta qolgan ekan olishdik, degan afsus pul chiqmadi. Xohlasangiz siz ham olib farzandlaringizni xursand qiling, lekin farzandlarim juda ham xursand bo'ldi. Chunki olib kelib o'zlari tanlab ochganiga juda ham xursand. Mana qog'ozchalarni ham o'chirib ko'ramiz. Hammasini omadingizni sinab ko'ring degan yozuv bor ekan. Har birini ochib o'chirishga vaqt yo'q, shuning uchun astagina hammasini klonkasini musorga tashlaveramiz. Azizlarim, siz ham balkim omadingizni sinab ko'ring, balkim sizda bundan da ziyoda pullar chiqar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'lingizlar azizlarim.